qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Bir qitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qush bir qiz Zaynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yagi endi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hamma bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onmay. Qayga bersla oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushi chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 6-qism. Saidi shundoq degash, yilqi odam bilan qo'l elishib ko'rishdi. Orqadan shu professor ko'rishdi. Orqadan men ko'rishdim. Men uning bilan ko'rishgan chaqda u chiroyimga bak qarab ketdi. Uning qarishidan yuzimga bir nima chaplashib qolganmidi deb, chapilimning yengi bilan yuzimni surtib ketdim. Yüzünü sürtüp ketmesin butda. Men silni tunuytma. Silning yoshtirib o'lib ketishlardan ansirab qoldim meni. O shundoq degash tabassum bilan kulib qo'ydi. Men o'lamdim. Sizlar meni tunuyla? O kishi javobning o'rniga kulib qo'ydi. Menmi uning gap qilg'usi yo'q bo'lsa zo'rlab yurmay deb ko'ziga kirib olmadim. Ko'pchilik Amsa ata rasmiy qumliqqa kiramiz. Hozirdan boshlab chechilib ketishga, o'z oldiga harakat qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shundaqla mo'z soatni berkanlarga taqib olinglar. Har qanday yer, har qanday joyda xatarni bayqasak, soatning mana bu qizil ko'ribkisini bosamiz. Bu orqali o'zaro belgi bo'ladi. Yana mo'z tarafdagi belgi surtini bosanglar, bevosita bizning idoraga ulinadi. Şuna muş saat bo'lsa, xatarlik ahvoldan ansirab yurish hojatsiz. Undaq bo'lsa, endi boshqa ishlar bo'lmasa, balduroq aram elib, at saharda yo'lga chiqayli. At saharda Kamoljon yo'l boshlaydi. O bizni 13 yil burun o'z hushidan ketgan joyga boshlab bordi. Ondan keyin qolgan ishlarni bamaslahat qilishimiz. Undaq bo'lsa, hammanglar berib yaxshi tayyorlik qilinglar. Van boshliq so'zini tugatgandan keyin hammaylan aram oldik. Xatolashmasam, ati qumliqqa kirishi muqimlashib bo'lgan edi. Men mashinaning derisidan sirtqa qarab, atidagi ishlarning o'ngishliq bo'lishini xiyol qildim. Tong saharda mashinalarni qo'zg'itib, qumliqqa qarab yo'l oldik. Biz birdan mangandan keyin 13 yil burun men balalar bilan birga kesib o'tgan heliqi to'g'riqlikdan kesib o'tdik. Gerçi u ishga bek uzoq bo'lgan bo'lsa-mu, qumliqqa uzoqdan uzoq qarab turgandan keyin qumliqda yugurib ketayotgan Simoyini ko'rgandek bo'ldim. Musha sho'kan. Men musha yerdan udul yugurgan. Ams qumliqqa rasmiy kirayli. Van boshliq hayajon ilkida shundoq degash, mashinani men degan yo'nalishga qarab haydadi. Biz shu holda birdan mangandan keyin asli men butunlay qop-quruq bo'lib qoldi. Har qancha qarabmi, hech nimani aslayolmadim. Qarg'on seri qumliqning hamma yeri o'xshash taklif bilindi. Oxirini men pastga tushib, hojatga bag'ash yaxshiroq o'yinib olay. Men aron deganda mushu bahonani topdim. Ko'pchilik ma'qul bo'lib, mashinamni to'xtadi. Mashinadan tushgandan keyin atrofni kuzatgach, hojat qilgudak yer izlab maqdim.
birdan mengib oldi tarafdagi qum dövisiga ko'zim tushib qoldi. Arqamga qarab qo'yib, qum dövisi tarafga qarab mangdim. Yetib kelgan chig'imda qum dövisining ustiga chiqib hayron qoldim. Chunki qum dövisining yana bir tuvan tarafida 4 odam yo'g'on idishni tiklab qo'yib, yog'och qochida musallas ichib o'tirgan edi. İşçeme koy, bomuz yatmış evladığında şu. Akan qarag'ay ko'tiribdi bamisa. Mahkumsi bakışı dikeni. Yaman demekem o. Salava chapanni sen bilan tuzuk bir etishma. Kilavamsi. Shila. İşte. Sana keldi-ku. Bana geldim ha. İşte. Aka bunu. Ularning paranglari shunchalik qalaymiq. Qarashdilar, hammasi shundoq sapra odamlar edi. Daqiqa o'tmayla ular chaponlarini silib tashlab, urushib, mushtashib ketishdi. Men bu joyda hojat qilsam bo'lmaydiganligini his qilib, orqamga yonay deb tursam, orqamdan birining ovozi anglandi. Fukam, nimaga qarayapsiz? Orqamga qarasam, shu professor ekan. Men shu professorga hiliqi odamlarni ko'rsatib, "Ular bo'lmamdi aka." Professorma hayron bo'lib, ko'zoynagini necha qitim surtib, yenish-yenishlab qaragandan keyin dedi. "Voy tova. Mush yerdimi odam bor ekan-ku?" Shuni demamsiz. Bu yerda hojat qilib bo'lmoqdak. Bo'ldi, qaytib ketaylik. Ma'qul. Qarsam gap so'zlardan ancha saq emaskan. ikkisi bir-birini o'ttirib qo'yamdi nima, ha? Yaxshisi jimlik ketib olaylikmi? Shu professor ikkimiz shu paranglar bilan qaytib kelgandan keyin ishlarni boshqalarga so'zlab bersak, hammasi tangla hayron qilishdi. Bo'libmi Saidi? Men qaylaslar? Xato ko'rib qilishmaganlar? Yo'q, xato ko'rmadik. Amsa tush ko'rib qilishmaganlar? Ay, to'li chaqchaqimizlar odamni zoniq etib. Manda optop o'tab qoldimki, deyman, Kamoljon. Bo'ldi, talashmanglar. Biz avval berib qarab boqaylik, ha? Van boshliq parangimizni o'ttirdan bo'libla berib beqish taklifini berdi. Bu gapga Quvon Tozdan boshqa hammaylar qo'shildi. Faqat ular "Bormayman" deb ching turvag'ashqa, boshqalar berib boqadigan bo'lishib, eliqi qum dövisiga yiqilib maqdiq. Nemishqikin yuragim bir shumliqni tuyg'andek, ansi so'qib ketyotdi. Biz eliqi qum dövisining ustiga chiqib, shunda qarabmi, odam emas, biror tal iznimi topolmay qolgandan sirt, yarim kundan ortiqroq vaqtni shu yerda isrof qilib etdik. O'lmakning ustiga tepmak degandek, Saidining sesiq gaplari ichimni siqishga boshlagan edi. Vay. Aramizda uxlamay tush ko'rdigan odamni yolg'iz Kamoljon deb oltasam, aslima shu professorningmi shunda xuyvakin emasmi? Hey, siri, nimanda gap qildi deyman. Boya men rost ko'rgan. Ishimizlar shu professordan so'rab baqsizlar. Voy, da'vatimanga shu professorningmi sizga o'xshashgan deb ishkanlar dada boladek naq tepishgan kansizlamasmi? Silzoda nima demoqchi? Men terikib, ovozim sal yuqoriroq chiqib ketdi. Demisimi, biz bunda g'alati ishga yo'liqqanda Saidi degan abga qerining nemish qilg'ini bu? Aniqli o'laman desa bir nima qilaman degani bo'lmay nima? Ichimda shularni o'ylab, qo'stig'im texmi ko'pib, boyqi qobiliqning hammasi biroqli maydamga o'rlab chiqib, zodili bo'lolmay qoldim. Ichimdan bir xil kuch Saidi degan qeri qalining gilig'i dassa,
qo'sqiga tap, ochisini ol, singlisini yotliq qilibat degandek qalaymuqan so'zlar bilan o'g'amni qaynitib, kallamni qalaymuqan qilmoqda edi. Jumladan men boya ko'rgan 3 haroqkashning biriga aylanib qolgandekli bo'lib qolgan edim. Kamal, kallangni silkibatdi. San rastli issiq o'tib qopti mana. Ay. O'zimni shundoq bazlab oram turganda Saidi yinimga kelib yana gap qildi. Ukam, menda qayr maymunning qo'ngidek qizirib ketla. Mansa berib aram elvasla asraq. Uning so'zini anglab chidag'uchiligim qolmadi. U mayli yaxshi niyatli degan bo'lsin yoki yomon niyatli degan bo'lsin, ish qilib meni maymunning qo'ngiga o'xshatdi. O'zimni har qancha tutib olay desam-mu, faqat amal bo'lmay chopinimni silib yerga otdim. Bu o'lgur 70 pistoni. Sen qeri qalading zodi nima gapim botdi? Bugun gapni ochiq qila. Ochiq qilmaydigan bo'lsam, men sallabli tilladim. Saidi nimish bo'g'inni anqiramay turib qolgan edi. O'ylamagan yerdan mening orqamdilla shu professor chaponni silib yerga otdi. Saidi degan lota. Sening zodi bir gaping bor o'xshamamdi, ha? Qarab turib tilayotsan-ku. Saidining chiroyi o'ngib ketdi. U amdi eg'izni qimiriltay deyishiga boyitin beri gap qilmay qarab turgan Van boshliq yugurib berib uning biligidan tatdi. Hay, Saidka, jim tusala deyma. Hech nima demisizlar. Bo'lmasa ularga tilligandek og'inib qoladi ekan. Van boshliq shundoq degash Saidiga tasalli berdi va asta uni orqaga yantirdi. Uninggacha menmi ozroq aslimga kelgandek bo'lib, joyimda o'ltirib qoldim. Ondan tamakidan 2 tal ilib, birini shu professorga sundim. Ikkimiz xeyli uzun tamaki chekkandan keyin ko'zim sal yaxshilanib, aslimizga kelgandek bo'ldik. Ukam, men mas bo'lib qolgandek bo'lib qoldim ya. Qandoq deyla? Yana ozroq terikak bo'lib qoldim. Ay, bu ishlar zodi bir xil turdi. Eng yaxshisi biz qaytib ketilimiz ukam. İçimde bir narsa to'xtamay, mush yerdan ket degandek to'ylab ketyotdi. Uning ustiga mushu paylimda Saidini ko'rsam, dasti tutgandek qilaman. Men shu professor bilan paranglashib, uningdagi va o'zimdagi normalsizliklarni ko'rgandek bo'ldim. Va tuvandagi ishlar kallamdan kechdi. Birinchi, shu professor boyiqi harakashdan biriga o'xshab qoldimi qandaq? Ikkinchi, o'zimmi azaldan xalqning ochisi, singlisini 70 avlodin tillaydigan nomardlardan emas. Lekin boya menmi dal shunday qildim. Demak, men dal ikkinchi harakashga o'xshab qoldim. Uchinchi, shu professor boshqalarni qalaymiqan tillaydigan yoki urdigan yosh bola emas. Balki o'zini to'xtatgan yuqori darajali professor. Begardili Saidini tillab ketishi mumkin emas-da. Yana bir nuqtadan aytganda, meningmi undaq ishlarni qilishim mumkin emas. Men mushu 3 nuqtadan o'ylanib, ikkimizning normalsiz bo'lib qolganligiga to'liq jazm qildim. Shu aka, men sizning fikringizga so'zim oxirlashmay turibla, shu professor yinimga kelib, gilimni siqishga boshladi. Bekardan tilaysın adamni, ha? Kögülükünü bir kösetmesem. Yana tılları. Yana tılla. O shundoq degash gilimni siqishga boshladi. Har qancha qilsammi, uning qo'lini ajratolmagandan boshqa nafasdan butunlay uzilib qoldi. Bir chaqda Saidi Van boshliq matquvallarning yugurib kelganini ko'rgandek bo'lib, yuragim joyiga tushdi. Afsus. Heliqi uchi bir bo'lib xeyli haplashgan bo'lsa-mu, shu professorning qo'lini ajratolmadi. Oxiri ko'zim qorong'ulashib, hoshimdan ketdim. Ko'zimni ochsam, mashinada yetibdimi? Mashinaning silkinib turgandan qaraganda mengayotgandek qiladi. Atrofga qarasam, yonimda hammaylar paranglashib o'ltiribdi. Men ularni ko'rib so'rdim. Hey, biz hozir nada? Biz qumliqda texmi ishkirlab kiryapmiz. Saidi bir qitim bo'lsa-mu sesiq gap qilmadi. Men kulimsirab turib, boya bo'lgan ishdan xafa misilcima?
sizlar bilan qasdan urushmadim. Baya deydi ya mabala. Oy, a ishqi bugun 3 kun bo'ldi. Sizlarga issiqning oti bo'z o'tib qolgan chig'va juma. Voy, 3 kun? Men 3 kun yotdimmi? Ha, shunda bo'ldi. Doktorga opirlik desam, men matquvan bunda ishni jiq ko'ribdikin. Ishnim bo'lmaydi degashga apamay o'zimiz bilan birga epmandiq. Haras, shu professor qani? O'ydanmi ba? O kuni qasdan qilmadim deydi. Xapilab ketmaslikmi? Endi o odammi bakaga sizning gallarini siqmaydi. Aşağıdaki qumda masala bor ekan. Yaqay, men xaplaydigan odam emas. Saidining gapini anglab, yuragim sal joyiga tushdi. Amisi biz hozir nega mangdiq? Nega bo'ladi? 13 yil burun eliqi mo'minlarning uyining gapini qilganmi? Naq shu yerga mangdiq. Chaqchaq qilmang aka. U mening mo'mim emas. Deymi? Lekin u yerni qandoq topamiz? Sizlarni uchratqa eliqi yavag'a. Shu yerni biz topamiz. Qolgan yerni sizlar topala. Qanda uğan balu cüretlari bormi ya? Hamma sizlarga qalashliq bo'lib qoldi juma ukam. Maqa, kirsa kirdik. Kimdan kim qo'rqatdi? Men eg'zimda bundaq deb qo'ygan bilan yuragimda yanala ansirab ketib o'tdi. O'zimning ko'pchilikka yuk bo'lishdan boshqaga qarg'i kelmaydiganligimni bilatdim. Lekin ish bu darajaga yetganda boshqa kelganni ko'ramiz demakdan boshqa amalmi yo'q. Shunda xiyol qilib tursam, shu professor mashinaga chiqdi. Uning chiroyidan xijil bo'lganligi chiqib turadi. U yenimga kelib o'ltirib dedi.